Assalomu alaykum. Toshkent davlat yuridik universitetining hurmatli talabalari va axborot resurs markazining foydalanuvchilari, sizga bugungi video qo'llanma jahon elektron bazalaridan biri bo'lgan Westlaw Classic elektron bazasi haqida bo'lib o'tadi. O'ylaymizki, siz uchun foydali bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Westlaw Classic elektron huquqiy bazasidan siz universitet hududida, ya'ni universitet binolarida hamda axborot resurs markazi binosida foydalanish imkoniyatiga egasiz. Westlaw Classic elektron bazasi asosan ingliz tilidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan va Toshkent davlat yuridik universiteti ushbu bazaga kirish va ma'lumotlardan foydalanish uchun obuna tashkil etgan, ya'ni ma'lum bir muddat uchun obuna bo'lgan. Bazaga kirish uchun universitet hududida va RM hududida havola bilan, ya'ni maxsus havola ssilka bilan Westlaw Classic bazasiga, huquqiy elektron bazasiga kirishimiz mumkin. Mana shu oyna ochildi. Westlaw Classic elektron bazasida huquqshunoslik bo'yicha bu yerda nusxa ko'chirish mumkin havoladan. Bular esa huquqshunoslik, ya'ni mamlakatlarning qaysi mamlakatning huquq tizimi sizga qiziq yoki darajadagi keyslar tanlab olindi yoki jurnallar. Bu yerda hamma kontent bo'yicha, ya'ni bu yerda berilgan ro'yxatdagi barcha keyslar to'plami, hujjatlar belgilash mumkin yoki international materials, ya'ni xalqaro ma'lumotlar, materiallar ichidan siz qidiruvni amalga oshirishingiz mumkin. Biror bir davlatni tanlasangiz ham bo'ladi, hududni. Biz international materials buyrug'ini tanladik va qidiruvni amalga oshiramiz. International Criminal Law, xalqaro jinoyat huquqi bo'yicha qidiruv jarayoni va bizda qidiruv natijalari oynada taqdim etildi. Bu yerda ham 10 mingdan ortiq keyslar to'plami, sud ishlari, administrativ materiallar, jurnallar yoki turli xil qonunlar shakllari keltirib o'tildi va bular 10 mingdan ortiq keyslar, 10 mingdan ortiq huquqiy materiallar. Journals bo'limini tanladik va Journals bo'limida International Criminal Law atamasi mavjud bo'lgan ma'lumotlarni, hujjatlarni chiqarib berdi. Yilini ko'rishingiz mumkin, qaysi yilda nashr etilgan ma'lumotlar sarlavhasi, hujjatlar yoki maqolalar sarlavhasi. (2018 yil, 2017 yil
birorta maqolani jurnalni ochib ko'ramiz. Leading Journal of International Law. Introduction. To'liq matni berilgan. Birinchi, ikkinchi va bo'limlar ichidagi kichkina sarlavhali bo'limchalar va endi bu ma'lumot agar hujjat bizga kerakli bo'lsa, uni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda ma'lumotlarning qaysi shriftda bo'lishi yoki qaysi formatda e'lon qilinishi, Times New Roman bo'lishi mumkin, o'shalar keltirilgan. Maqolani nusxa ko'chirish, email bu yerda email orqali qabul qilish yoki nashr qilish. Nashr qilib olish ham mumkin. Print tugmasi orqali yoki eng qulay biz uchun eng qulay bo'lgani bu saqlab olish. Ya'ni download tugmasini bosamiz va Word variantida yoki PDF variantida saqlab olishimiz mumkin. PDF tanladik. Va material saqlab olish uchun tayyor. Saqlab olindi. Saqlab olingan hujjatimizni ko'rishimiz mumkin. 20 betlik, 20 sahifadan iborat bo'lgan jurnal qismi. Introduction keltirilgan bu yerda. Eng tepa qismida jurnal nomi, nashr yili va hamma ma'lumotlar to'liq matn ko'rinishda saqlab olindi. Bu yerdagi ma'lumotlar, hujjatlar siz uchun faqatgina namuna tarzida yuklab olinmoqda. Aynan International Law, Criminal Law mavzusiga oid bo'lgan ma'lumotlarni siz o'qib ko'rib, saralab, keyin yuklab olishingiz mumkin. Biz hozir faqatgina namuna sifatida istalgan bir maqola yoki hujjatni yuklab oldik. 20 varaqlik Westlaw belgisi ham bor. Va endi boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Ko'zoynak belgisi bu yerda biz tomonimizdan ko'rib chiqilganligini bildiradi, ya'ni yaqinda ko'rildi bu ma'lumot. Bu yerda less detail, bu yerdagi ma'lumotlar, mana bu ma'lumotlar yoki ko'proq e'lon qilinsinmi yoki o'rtacha yoki ko'proq ma'lumot e'lon qilinishi haqidagi so'rov. Ya'ni ma'lumot ko'proq oynada ko'rinishi yoki kamligi. Administrativ materiallar, bularni ko'rishimiz mumkin. International Criminal Law. Bu yerda Introduction to International Criminal Law, ya'ni International Criminal Law atamasi ishlatilgan barcha hujjatlarni natijada chiqarib berdi va bularni hammasini birdaniga yuklab olishimiz ham mumkin.
qanday ko'rinishda, zip papkadami yoki alohida fayl sifatidami? Biz alohida fayl deb belgiladik va yuklab olishga tayyorlanmoqda. Download tugmasini bosamiz, tayyor va 20 ta hujjatdan, ya'ni administrativ materialdan iborat bo'lgan fayl yuklab olinmoqda. Endi u yuklab olingan faylni ochib ko'ramiz. 285 varoqlik hujjat. Bu yerda hozir bir faylni ichida 20 ta hujjat joylashtirildi, ya'ni bitta faylda. Endi 20 ta hujjatni alohida zip arxivator ko'rinishida, zip papkada saqlab olish imkoniyati ham mavjud. Buni ham ko'rib chiqamiz. Saqlab olish uchun tayyor va ko'rishingiz mumkin, arxivator, ya'ni zip arxivator ko'rinishida saqlanmoqda. Hujjatimiz saqlab olinmoqda va buni ochib ko'rishimiz mumkin. Mana 20 ta hujjat alohida PDF shaklda saqlab olindi. Sizda agar biror ma'lumotlarni umumiy tarzda saqlab olish istagi bo'lsa, zip ko'rinishda saqlab olishni maslahat beramiz, chunki bunda hujjatlar hammasi sarlavhasi bilan ko'rinadi va alohida saqlanadi va qulayliklarga ega. Birinchi hujjatni ochib ko'rdik. Hujjatimiz, demak, yetti sahifadan iborat hujjat. Endi yana ko'rishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar nimalardan iborat? Keyslarni ochganimizda relevance bor, date bor, ya'ni bu vaqti bo'yicha ham siz agar saralab olishingiz mumkin ma'lumotlarni. Ya'ni eng yangi mana 2021-yil 10-dekabr sanasida e'lon qilingan hujjat. Ya'ni bu hujjatlarning joylashtirilish tartibi yillar bo'yicha. More detail qilsak, hujjat haqida ma'lumot kamroq ko'rinadi oynada. Kamroq emas, o'rtacha, juda ko'pdan kam demoqchi edim. Ma'lumot ochildi va shu tarzda barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz, onlayn foydalanishingiz, yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda ko'rib chiqilgan ma'lumotlar
ko'zoynak belgisi bilan belgilanadi. Va sariq bayroqcha belgisi bor bu yerda. Most relevance belgisi, ya'ni immigratsiya masalalari bo'yicha bu yerda biz adashmasam keyslarni ochgandik yoki administrativ materiallar keltirilgan. Dolzarb mavzular keltirilganligini bildirdi. Juda negativ fikrlar bor. Shu sababli sariq bayroqcha belgisi qo'yilgan. Bu yerda ham saqlab olish tugmasi mavjud eng pastki qismda. Endi biror boshqa atama bilan boshqa qidiruv kalit so'zini yozishimiz mumkin. Trade law. Trade law bo'yicha 10,000 dan ortiq keyslar, 10,000 dan ortiq administrativ materiallar chiqarib berdi. Administrativ materiallarni ko'rmoqdamiz. Journals. Demak, shu tartibda izlanayotgan ma'lumot, izlanayotgan biror bir mavzu haqida ma'lumotlarni qidirishingiz mumkin. Bu yerda quyidagi bo'limlar orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni saralab olishingiz va aynan qanday ma'lumotlar kerakligini tanlashingiz mumkin. Westlaw Classic bazasida ishlash uchun boshqa bazalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishingizni o'zi kifoya. Ya'ni boshqa jahon elektron bazalaridan foydalanishni bilsangiz, Westlaw Classic elektron bazasi qiyinchilik tug'dirmaydi siz uchun. Endi Criminal Justice kalit so'zi orqali ma'lumot qidirib ko'ramiz. Criminal Justice ma'lumotlar Criminal Justice kalit so'zi qidirilganda 57,000 dan ortiq ma'lumot chiqdi. Keyslarni ko'rib chiqamiz. Keyslar bular oxirgi 6 oylikda nashr qilingan yoki 3 yil yoki oxirgi 12 oyda chop etilgan keyslar, ya'ni e'lon qilingan sud ishi namunalarini belgilab olishingiz mumkin. Westlaw Classic bazasi, elektron bazasidan foydalanish siz uchun qulay bo'ladi. Bu video qo'llanmani ko'rgandan so'ng bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi va bu sizga
ilmiy ishlaringizda, tadqiqotlar olib borishingizda va dars jarayonlarida foydali bo'ladi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.